Bochkalar, bochka assortimenti ko'p joyga kelgan. Ko'rib turgan bochkalaring bu necha litr? 200 talik bochkalar. 200 talik. Karam tuzlasan, любой narsa qilsa bo'ladi. Bular usti yopiq 200 talik bochka. Narxi nechmi buni? Narxi 130 ming so'm qilib beramiz. 130 ming so'm. Qaranglar. Mo'lar, qarang, pastidagilar mana bunaqangi zanglab qolganlari 50 ming so'mdan boshlanar ekan mo'lar. Tepasidan bunaqangi sal-pal bukilib qolganlari 65 ming. 65 ming so'mda. Endi qarang, keling baqa. Bu tomonda ham turibdi. U ham xuddi shunaqa bukilgan, netgan joylari bor. Kavuz-pavuzga ishlasa bo'ladi, bularda ham 65 ming so'mdan. 60 ming, 65 mingdan. Qurilishlarga ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Har xil sakkiz paqacha shunga o'xshash narsa quyilgani. Bunisini qarang. Buni ko'ryapsan aka, bularda ikki xili bor. Bularda sirka saqlasa bo'laveradi. Bemalol sirkachilar o'zi biladi. Yopiladi, ichiga mishiq tushmaydi, yomg'ir-pong'ir tushmaydi. Bundan tashqari mana ko'ryapsiz, bu yerlarda yozuvliklari bor. Mana boshidan ko'rsatay, qumga, boshqa narsaga, metallga, mana shu yozib qo'ying. Bilasiz, suvga. Bular avariya shitlari ichiga zo'r tushadi. Bularga qum bir narsa solib qo'ysa bo'ladi. Bundan tashqari qanday remenlilari ham bor. Ko'ryapsiz, assortiment ichida remenli eng ko'p assortiment. Bular bo'lsa mana suv uchun mo'ljallangan. Kolalardan qolgan anaqalar. Kola, siroplardan qolgan. Siroplardan qolgan. Endi bak keling. Bu tomonda ham turibdi, mana yo'q ko'ryapsiz. Juda ham ko'plab assortimentlar bor. Endi yuring tashqarida ko'rsataman. Tashqarida ham bor. Bu tomonda ham mana plastmassa bochkalar turibdi. Bularda hammasi, qarang. Bular ezilyapti, lekin bularda mana bunisini oladi, bittasini. Любой bittasi. Tashlasangiz ham hech narsa bo'lmaydi. Ustiga chiqib sakrasangiz ham hech narsa bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi? Hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni suv toshigani, bu narsaga ichimlik suv. Samarqand benzin toshigani ham nihoyatda baquvvat. Zo'r narsa. Hech narsa bo'lmaydi. Mo'lari 13 ming. Ha, kerakdan bo'shagan bu ichimlikka bo'lmaydi. Litri kattayu narxi arzon. Narxi arzon. Bular necha dedi? Bular 22 ming so'm, 20 ming so'm qilib beramiz. 49 tadan ko'p, 50 tadan ko'p olganga 18 ming so'mdan qilib beramiz. Qilib berasiz. Xo'p. Bular qarang. Usti beriklari turibdi, ochig'i turibdi. Bular ochib berishi 20 ming so'm xizmati, bochkani o'zi necha pulida? Tinig'ini tanlab olishi 80 ming so'mdan. Bizga malol kelmaydi. Bemalol tinig'ini zo'rini tanlab olishlari mumkin. Lekin hammasida oz-moz yuklab tushirayotganda kirgan chiqqan joyi bo'lishi mumkin. Yana bitta narsa olib kelingda, yem solib qo'ygani. Yem solib qo'ygani zo'r, ko'rdingiz? Yem bemalol solsa bo'laveradi, ikkiga bo'lib. Buni ham olasiz, agar bo'lingandan olsa 100 ming so'm. Bo'lsa 80 ming olsa 20 mingga kelib bo'lib berar ekan. Xuddi shu holat bo'lar ekan. Bu tomonda mana plastmassalar turibdi, ko'ryapsiz? Bular necha litrdan boshlanadi? Bular 200 talik hammasi. 200 talik, qarang, bunisi yopig'i, bunisi ochilib yopiladigani, ya'ni biror narsa solsa bo'lardi. Bu polni ochig'i, bunisi zamoyliklari. Ko'ryapsiz, bularda ham arxa assortiment ko'p. Mana remenli ichkarida ko'rsatganimdan, bundan tashqari mana akamiz aytganidek assortimentni xohlaganlaringcha bunaqangi tiniqlarini tanlab olsalaring ham, akamiz aytgan 80 ming so'mdan beraveraman deyapti. Keling endi baqa. 1 tonnalik ona yomg'islar. 1 tonnalik, ko'rdingizmi? Mana bu tomonda ham turibdi. Suv uchun mo'ljallangan tayyor yomg'islar. Bularda aka qarang, ichida suv muzlasa ham yorilib ketmaydi, bexijolat xizmat qiladi. Xo'p, bularda narxini 700 ming so'mdan qilib beramiz. Kartida chayqab